Ho'p, yana bir bor assalomu alaykum hammaga. O'tgan videomizda Pythonda e, World Bankdan ma'lumot olib Excelga tashlash, o'sha ma'lumotni stataga o'tkazish, do file, log file yaratish va analiz qilish edi. Ho'p, endi bugungi qiladiganimiz Word 5-si Word Interpretation. O'sha hamma boya topgan anavlarimizni, chartlarimizni, grafboxlarimizni hammasini hamma qilib Wordga tashlab, tagiga tahlilini yozib, grafiklarni tashlab, o'sha hamma topgan grafiklarimizni shu ketma-ketlikda joylashtirib chiqib yozishimiz kerak. Mana shu narsa Word Interpretation deyiladi. Xo'p, 6-si ProQuest 4 ta dissertatsiya. Buning uchun Google'ga kiramiz. ProQuest degan saytga kiramiz. Saytga kirgandan keyin dissertatsiya bo'limini bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan davlat ekonomiyasini qidirishni beramiz. Hop, mana bizga dissertatsiyalar chiqarib berdi. Va bu dissertatsiyalar ichida har bittasini ichiga kirib ko'rib, o'qib, o'zi bizga mos keladimi bu dissertatsiyalar bizni mavzuyimizga mos keladimi yo'qmi o'shanga qarab, agar mos kelsa sketchat qilib bitta fayl tuziladi. Mana men o'zi 4 ta dissertatsiya olib bo'lganman. Shunga o'xshab bitta dissertatsiya, masalan, dissertatsiya 5, 6, 7 deb turib sahlanib chiqib ketaveradi. Va bu dissertatsiya olish edi. 7-si Science Direct'dan 5 ta artikel olish. Men uchun shu Google kirinadi. Buni topib bo'ldik. Science Direct saytiga kiriladi va akkaunt ochiladi. Menda ko'rib turibsizlar, уже ochilgan. Akkaunt ochilib ichiga kirilgandan keyin shu yerga find article yoziladi. Economy of deb yozamiz va search beramiz. Va mana bizda 15 ta artikel chiqdi. Va pastga tushamiz, Open Access yopamiz. 15 tadan 3600 tasi Open Access'da tekin turibdi. Xo'p, bularni ham nomlarini o'qib chiqamiz va o'zimizga olgan o'zgaruvchilarimizga yaqin bo'lgan artikellardan 5 ta olamiz. Buni ham ichiga kirib ko'riladi. Mos keladimi, mos kelmaydimi ozgina o'qib ko'rib, keyin sketchatni bosib, sketchatga olinadi. Bu artikel olish edi. Science Direct'dan 5 ta artikel olish. 8-si Mendeley. Mendeley programmasi sketchat qilinadi boshida. Sketchat qilingandan keyin boyagi dissertatsiyalarga o'xshab boyagi dissertatsiyalarni topish. Bu 5-si edi. Ekrani diskisi edi, Intel degan. Ekrani diskiga kiramiz, Intelga kiramiz. Mana dissertatsiyalarimiz. Shulardan bunday turdi. Keyin shularni ushlab turib bu yerga o'tamiz, Mendeleyga. Keyin mana Mendeley shu 4 ta dissertatsiyani Mendeleyga ko'chirib oldik. Hop, ichiga kiramiz. Bu bittasini. Mana dissertatsiyaga ketgan. Shu yerdan boshlanadi. Dissertatsiyalarni Mendeleyga o'tkazganimiz kabi o'sha artikellarni ham xuddi shunaqa fayldan turib Mendeleyga ko'chiriladi. Keyin
Wordga yozilganda yangi yangi list ochib turib, masalan, mendeley qilamiz. Masalan, любой bitta joyidan olamiz. Boshidan olaylik. Boshidan olamiz. Shu 3gacha olamiz. Calculate qilamiz. O'rtamizga qo'yamiz. Qo'yganda bu yerda ссылка degan joyda bitta mendeley chiqadi. O'sha mendeleyni bosamiz. Go to mendeley. Shu yerdan oldik. Mana shu tutcha oldik, to'g'rimi? O'shani mana tepada site deganda ikkita unaqa qavscha bor. O'shani bossanglar, o'shani manbasini oldiga chiqarib beradi. Hop, mendeley shu narsa edi. Hop, mendeley ham ketdi. Endi Elixir literature review olish kerak. Buning uchun Google ga kiramiz. Mana Elixir. Shu saytga kiramiz. Birinchisiga. Keyin mana bu yerda ham registratsiya qilib akkauntinglarga kirasizlar. Men o'zi kirib bo'lganman. Economy of qidirayotgan davlatlari. Nomini yozsanglar. Mana review, literature reviewlar chiqarib berdi. Bularni copyright qilib shu Wordda boyagi qolgan shu dissertatsiyalar qolgan joyga artikellarda shu joyga copyright qilib qo'ysak bo'ldi. Internet albatta. Programmani yopib turamiz. Rang qilib oldik. O'sha yerdan Wordni ochamiz hozir. Menga bitta preferred account qilib turib. Mana copyright qilib bu yerga tashladik, sayt qilib. Mana bu literature review. O'sha Elixirdan olganimiz literature review deyiladi. Mana shu yozganimizda mana shu tablicani chiqarib beradi. Mana shuni olishimiz kerak. Hop, literature review ketdi. Pastelga hozir kelamiz. Opening email o'zinglar ochgansizlar o'zi geo classification code. Buni ChatGPTdan so'rasanglar, ChatGPTdan so'raysizlar, o'zinglar yozgan, topgan o'zgaruvchilar, olgan o'zgaruvchilarni yozib, shuni geo classification'ini chiqarib bersanglar, chiqarib beradi. Buni sayt ham bor Google'da. Geo code chiqadi. Mana American Economic Association Geo Classification System sayti. Mana kirsanglar, işte o'zinglar tanlaganinglar topasizlar, shunga yaqinini. Mana bu yerda o'zi ketdi, har xil anaqalar. O'sha tanlagan o'zgaruvchilarga yaqin bo'lgan narsalar, o'zgaruvchilar nomi chiqib, o'sha geo kodlari
Mana Microeconomics olgan bo'lsanglar o'zgaruvchilarni uni jel kodi B21 bo'ladi. Microeconomics olgan bo'lsanglar B22, mikro olgan bo'lsanglar B21, econometrics olgan bo'lsanglar B23. Shunaqa qilib shu yerdan o'zinglar topsanglar ham bo'ladi, lekin ChatGPTdan topgan qulayroq deb hisoblayman. Xo'p, bu ketdi. Registering ORCID number. Xo'p, buning uchun Google'ga kirasa, ORCID deb yozasizlar, ORCID register deb yozsanglar, sayt chiqadi. Shu saytga kirib registratsiya qilasizlar va registratsiya qilgandan keyin mana bunaqa turadi. Registratsiya qilganinglar va mana bu yoqda turgan sonlar 16 talik son o'sha sizlarni ORCID nomeringlar bo'ladi. Va bu ORCID nomerni mana bunaqa qilib qo'yib, ma'lumot kiritayotganda mana bu yerda yozib qo'yasizlar. ORCID nomer ketdi. Keyin ResearchGate degan saytdan ro'yxatdan o'tish kerak ekan. Mana bu o'sha ResearchGate sayti. Men buni registratsiyaga o'tganman. Registratsiyadan o'tish shunaqa qiyin emas. ResearchGate deb yozasizlar, register ichiga kirib registratsiya qilasizlar. Shu bilan mana shu akkauntinglar shunaqa bo'lib chiqadi. Tashkent State University of Economics Uzbekistan bo'lib chiqib ma'lumotlar chiqib keladi. Akkaunt ketdi. Screen recording ketyapti. Mana shu olayotgan videoyim. Grammarly.com shunaqa programma bor. Sayt ham bor. Mana programmasini sketch qo'yganman. Hozir bu Grammarly programmasi yozgan review'larlar, masalan, yozgan introduction shunga o'xshash yozuvlarni qo'yishdan avval Wordga bunga tashlasanglar, bu o'zi xatolarini to'g'rilab, qayerga tochka kerak bo'lsa tochkalarini qo'yib, qanaqa znak qo'yish kerak, qayerda xato ketgan, qayerda vaqt bo'yicha xatolar ketgan, hammasini o'zi to'g'rilab sizlarga ko'rsatib beradi. O'shandan keyin Wordga kopировать qilib tashlasanglar ma'qulroq bo'ladi. Juda sekin kiryapti. Boshqa kanallarni ko'rib tursangiz ungacha. Uploading PPT at ResearchGate. Birinchi mana buni boya tashib ketgandik. PowerPoint. Bu degani Word'dagi o'sha qilib olganimiz hamma o'sha chartlar hammasini qilib bo'lganimizdan keyin biz Word shaklida bo'ladi u narsa va biz o'sha Word shaklidagi hujjatni PowerPoint shakliga o'tkazishimiz kerak. Keyin ResearchGate degan boyagi registratsiya qilgan saytlarda uni upload qilib resource sifatida upload qilib qo'yish kerak. Xo'p, mana Grammarly saytiga kirdi. Masalan, bu yoqdan bittasini olamiz. Masalan, mana buni olamiz. Yani o'qimayapti. Bunga inglizcha tashish kerak. Inglizcha tashiymiz bunga. Title'da mana bu yoqda bor edi. Mana bu artikelda review'sini tashiymiz. Mana ishlashni boshladi. Boya o'zbekcha tashlayotgan ekanman, o'shanga ishlamadi. Bu o'zbekcha olmaydi. Mana 99 beryapti. Bitta suggestion bor. Buning uchun Pro olish kerak.
Xo'p, mana sizlarga hozir ko'rsataman. Masalan, bittani kichkina qilib qo'ydim. Hozir ko'chkani tushirib tashladim. Buni ham kichkina qilib qo'ydim. Berganimizda xatoni chiqaryapti. Xatolarni chiqaryapti. Ustiga bossanglar o'zi to'g'rilaydi. Akseptga bossanglar o'zi to'g'rilab beradi. O'sha xatolar bor joyini. O'shandan keyin olib Wordga qo'ysanglar hammasi cho'tki bo'ladi. Hop, PPT o'sha boya aytgandek Word formatda PowerPointga o'tkazib researchga saqlash kerak. Buning uchun PDF deb yozsanglar shunaqa sayt chiqadi. Shunda PDFga o'tkazib olasizlar. Mana уже sketchat qilib qo'ygandim PDF faylini. Mana. Hop, endi I love PDF. Ichiga kirasizlar. Mana chiqyapti. Worddan birinchi PDFga, keyin PDFdan keyin PowerPointga qilsa bo'ladi. Word o'zidan сразу PowerPointga bo'lmaydi. Shuning uchun men уже Worddan PDFga qilib oldim. Endi PDFdan PowerPointga qilishim kerak. Mana PDFdan PowerPointga PDF fayl tanlashim kerak. PDF fayl yozamiz. Mana bu edi. Hozir mana уже tashladim o'sha faylni, PDF faylni tashladim. Mana shuni PowerPointga qilish kerak. PowerPointga buni o'girdi. Endi buni sketchatga olishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham bo'ldi. Planimizga kirsak, PPT bo'ldi. Endi buni ResearchGate'da publish qilib qo'yish kerak. Bizada qilinmagan ikkita narsa qoldi hozir bu yerda. APA style bilan uploading PPT at ResearchGate. Hop, biz PPT formatda уже qildik, fayl yaratdik. Endi biz ResearchGate'ga kiramiz. Mana ResearchGate'ga kirdim. O'zim akkauntimda turibman. Research joylash kerak. Men уже o'sha qilganimizda men уже researchda joyladim. Menda уже bitta research turibdi. Mana. Hop, sizlar ham mana shu add research qilib o'zinglarni yasagan researchlarni shu yerga joylab qo'yishinglar kerak. Hop, endi APA style'ga o'tsak, Perla deb yozamiz. Perla app deb. Mana Perla app. Mana shu sayt chiqib keladi. Keyin shu saytga kirishimiz kerak. APA style'ga o'tkazish uchun. Bunday chiqib keladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hop, loginni bosib turib, Perla online'ni bosishimiz kerak. Mana Perla online'ni bosganimizda men уже boya kirgandim Perla online'ga. O'zimga ma'lumotlarimni kiritib, o'shaning uchun menda shunaqa turibdi. Sizlar ham o'zinglarning ma'lumotlaringizni kiritganinglarda mana shunaqa chiqishi kerak.
Ozgina ma'lumotni tepaga запустить qilamiz. Hop, mana ma'lumot paperda ochdi. O'sha ma'lumotlar kiritganda mana shunaqa savollar bo'ladi. O'sha ma'lumotlar kiritganingizdan keyin уже Perl sizga avtomatik o'sha AP formatda, APA formatda o'zi yasab beradi va o'sha Wordda qilgan ishlaringizni shu yerga kopировать qilib APAda ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. U o'zingizni xohishingizga qarab. Mana abstraktda bergan. Balki keywordga o'sha olgan o'sha statada qilgan Excelda olgan o'zgaruvchilar yoziladi bu yerga. Keyin shu jail kodlar, worksheet number shunaqa narsalarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin mana bu yoqda men o'zim ozgina o'zimnikini yozib qo'yganman. O'sha metodlar shularni yozib APA formatda yozib qo'yganman-da. Perl o'zi shunaqa yozib beradi. Shu yerga joylasanglar. Mana Instagram Line regression hammasini joylab, uni ham bitta alohida fayl qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu APA edi. Xo'p, bizda qilinmagan bitta upload in YouTube qoldi va defending research qoldi. Qolgan hamma narsani mana sizlarga shu videoda ko'rsatdim. Birinchi videoda 1 dan 4 gacha, hozirgi videoda 5 dan 18 gacha hammasini detalma-detal tushuntirib ko'rsatdim. Umid qilamanki, hammangizga bu video foydali bo'ldi va tushunarli bo'ldi. Va bu fan akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik fani bizning ustozimiz Aziz Ikroyev tomonidan bir modul o'tildi va shu modul ichida ancha narsa o'rgandim va buncha ma'lumot o'rganganim menga zo'r natija deb hisoblayman. Va hammangiz uchun e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.